في دنياك كي تلقى رحمة مولاك. ازرع خيرا تجني خيرا من قلبك رسمته يداك. اترك أثرا في دنياك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله القائل واتقوا. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar: yarimta xurmo bilan bo'lsa ham o'zingizni do'zax olovidan saqlanglar. Pokiza qalb va saxiy qo'llar egasi bo'lgan o'zbek birodarlarimiz o'z mablag'larini g'azodagi muhtoj birodarlarimizga yubordilar. Bu mablag'lar ko'chirilgan, zarar ko'rgan, hayo qilib so'ramaydigan va og'ir ahvolda yashayotgan chodirlardagi oilalarga tarqatiladi. Alloh taolo o'zbek birodarlarimizdan bu ihsonlarni qabul qilsin, darajalaringizni ko'tarsin, bemorlaringizga shifo bersin, sizlarni ofiyatda qilsin va bu sadaqangizni qabul qilsin. Shuningdek, Alloh taolo sizlarni qiyomat kunida uning soyasidan boshqa soya bo'lmaydigan kunda o'z soyasida soyalantirsin. Alhamdulillahi robbil alamin. كي تلقى رحمة مولاك. ازرع خيرا تجني خيرا من قلبك رسمته يداك. اترك أثرا في دنياك. لا تنسى أن المعروف ليس به حزننا وخوف وستجني بالخير قطوف. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الإخوة في شباب الأوزبك على ما يقدمون من مساعدات لأهل غزة، ونسأل الله أن يبارك لهم في مالهم وأن يبارك لهم في أعمارهم وأن يبارك لهم في أولادهم ويديمهم لنا سندا وذخرا ويمدوننا بشكل دائم من هذه المساعدة. فشكرا لكم.